Bu videoda biza Dubaydagi eng oddiy yotoqxonadan boshlab eng qimmat sun'iy orolda joylashgan mehmonxonada qolib ko'ramiz. Video davomida siz Dubayda puli yo'qlar qanday sharoitda yashashini va boylarga qanday darajada servis ko'rsatishlarini ko'rishingiz mumkin. Va albatta biz birinchi bo'lib $10 yotoqxonaga yo'l oldik. Mana haqiqiy hostel. Sizlarga hostel ko'rsataman, sekin gapiraman chunki hamma uxlayapti. Mana ko'rishda oshxona, keyin xonalarga bo'lingan. Tualet vanna. Mana joy. Ot. Narsa ko'rinishda. Roslan. Shkafchiklar. Shunaqa joylar bor. Shu yerda yotishim kerak. Hozirniki ham bor. Qaror qanaqa situatsiya bo'lyapti? Mani joyimga kimdir yotib olgan. Hozir administrator chaqirdim. Ularning отдельный xonasi bor ekan. Mana ma'lum xona. Tak, odam yuribdi. Qaror shunaqa gaplar hozir biz mikrofon taqib hozir joy o'zgartirib berishyapti va yotgim kelmayapti hozir. Xo'sh do'stlar, rumga ham kirib oldim. Rumga kirishim bilan ko'rishinglar mumkin, anaqa eshik turadi. Eshikni ochganda mana tualet vannani ko'rishinglar mumkin. Endi vanna emas, dushovый kabina. Polni ko'rishinglar mumkin. Chiroyli, akkuratni. Dальше jo'namiz. Xo'p, dальше ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa shkofimiz bor. Shkop, bu yerda mini bar, pustoy ekan afsuski. Xo'p, keyin bizlarni mana bunaqa shkop kutyapti, mana ko'rishinglar mumkin. Ochishda seyf и bunaqa taroz bor ekan. Hop. Challenge istadinglarmi? Xo'p. Keyingisi. Narsa tugadi. Endi qaranglar, eng qizig'iga keldik, yotoqxona. 3 ta yotoqxonali joy oluvdik biz. Mana 70 kvadrat ko'rishinglar mumkin. Operator aka ko'rsatib oling bitta. Kilovatlarimizni katta kilovatlar. Bemalol har bir odam bemalol sig'adi. Qolaversa anaqa chiroyli bitta kartinkasi ham bor ekan. Qolaversa, mana bu yerda bitta tipa kichkinagina terrasasi ham bor ekan. Endi olib qo'yganman. Xullas chiqish muammo bo'ldi. Xullas lekin terrasasi ham bor. Ocha olsam ko'rsataman. Queen Elizabeth II Buyuk Britaniyaning afsonaviy okean layneri 1969-yilda suvga tushirilgan. Kema Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II sharafiga nomlangan. 40 yildan ortiq vaqt davomida Atlantika okeani orqali Yevropaga va AQSh o'rtasida qatnov qilgan. O'z davrida dunyoning eng mashhur va eng hashamatli kemalaridan biri bo'lgan. Hozirda Dubay Port Rashid hududida joylashgan va 5 yulduzli suzuvchi mehmonxona sifatida ishlaydi. Mehmonxonada 200 dan ortiq xonalar, restoranlar, muzey va tarixiy ekspozitsiyalar mavjud. Bu kemada hattoki Michael Jackson kabi mashhur san'atkorlar ham tunagan. Kemaning ichki dizayni asosan asl holicha saqlab qolingan. Bugungi kunda Queen Elizabeth II Dubayning eng noodatiy va Instagram bop joylaridan biri. Bu doskada bizning ateliga kelgan mashhur jurnalistlar, muzikantlar, aktyorlar, diplomatlar kelganligi haqida yozilgan. Mana biz navbatdagi otelimizga yetib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, Titanic shakldagi otel. Hozir ichiga kirib ko'rib, qanaqaligini ichkarisidan ko'rsatamiz. Qani ketdi. $10 evaziga sizga bonusiga qo'shib zavtraqqa tarakanlar ham berishadi. Xullas menga mana joy topib berishdi. Sochuvlari bor. Svet mana shunaqa bitta kapsula mana mana yopiladi. O'zimning shkafim ham bor, mana 11. O'zi 12 meniki edi. 12 ga mana kimdir yotyapti. 11 bo'sh ekan, endi 11 ga qilib berishdi. Xullas
tushunarsiz kapsula ekan. O'zi bu yoqda balon gapirib ham bo'lmaydi, chunki bitta xonada mana shuncha odam uxlayapti. Xullas yotib ko'raman hozir. Mana bu yoqda mana shunaqa zaryadkalar bor ekan, keyin mana mana bu bor. Hozir sizlarga ko'rsataman bu svetlarni pasaytirish uchun. Mana xudo xohlasa svet pasayadi. Balonroq sevlar bo'ladi. Mana sekin gapiryapman chunki tepamda odam bor, yonimda ham odam bor. Qale $10 stoyitmi yo'qmi? Yozinglar kommentariyada. Lekin men to'g'risini aytaman, qo'rqyapman yotishga, to'g'risi. Mana hozir ko'rsataman. Mana yo'qoladi eslashdim. Yaxshidan olinglar. Xo'sh, atelimizani hamnaqa zali bor ekan. Hozir men sizlarga 60 sekund ichida uni ko'rsatib beraman. Ketdi. Xo'sh, kirishinglar bilan, mana. Kirishinglar bilan sizlarni mana bunaqa gantellar kutib oladi, ko'rishingiz mumkin. Bu 40 kilo emas, funt bu. Tashi ketdi. Mana bunaqa cross ishlash uchun stanok. Velotrenajyorlar, mana bunaqa begovoy doroshkalar, bazaviy bel bilan ko'krak muskullari uchun ishlatiladigan trenajyorlar ham bor ekan. Xo'sh, ketdi dalshi, ketdi. Xullas, bizning atelimizda ham bunaqa pul ham bor ekan. Bu basseyni ko'rishingiz mumkin. Yoz bo'ladimi, qish bo'ladimi, livoy payt bemalol cho'milaverasizlar. Temperatura komnatni bemalol cho'milishga 22-23 gradus. Mana bunaqa jakuzichasi ham bor, kichkinagina. Mana shunaqa osmonga qarab o'tirasizlar. Bitta saka berardim, lekin bitta ichgan borda. Xullas, biz keyingi atelyaga ketamiz. Sizlar esa kommentariyada qoldiringlar. Bu atelya o'zi narxiga stoyitmi, yo'qmi stoyitmi? Ketdi. Mana nomerimizga ham kirib oldik. Biz ham birinchi bo'lib turib eshik kutyapti. Qani ketdi, rum tur qilishni boshlaymiz shu xonadan. Mana bitta ko'k rangli bitta divan. Buni yotib kravat ham qolsa bo'ladi, bemalol. Endi kravat qilmasdan, просто mana shunda o'tirsam bemalol такой удобный. Faqat PlayStation yo'q, televizor bor, tepada konteyner ham bor. Xona kichkina, lekin qulaygina. Bu yerda o'zini bu xonada tak sanuzel mana. Ko'rishlar такой yaxshigina. Отдельно. Endi keyin xonaga o'tamiz. Hamtago shkafchika, atigi 3 tagina veshilkasi bor ekan, aytadi lekin. Hamda o'zini seyfi, hamda shkafchika. Mana bu xona esa yana bitta sanuzel. Bu xona отдельно yana bu. Shunda получается ikkita sanuzel xonasi bor bu nomerda. Bu семейный nomer. Oilaviy kelsa ham bemalol bo'ladi. Такой ham bitta xona, mana bitta men yotaman. Такой bitta o'zimga ikkitalik. Такой zo'r. Yana konteyner, hamda xuddi kayutudan qarab turgandek vid mana. Xuddi kayutudan qarab turgandek, xuddi qayoqdan qarab turasiz tashqariga. Biz hozir atelimizning terasasidamiz. 5-etajda shunaqa uzun terasasi bor ekan, uni ko'rishingiz mumkin uzunligini такой vidi bilan. Bu hech qanaqa oddiy bitta zdaniya emas, bu realni mana shu qayg'imizning terasasi. Mana hozir oteldagi kazino bo'limidamiz. Otelda kazino bor. Bu biz ko'chada emasmiz, kazino joyda emasmiz. Bu otel ichidagi kazino. Bo'lsa hozir kech bo'lganiga yopildi. Shuning uchun ko'rishingiz mumkin qancha ko'pligini. Hamda 5-etajda mana shunaqa o'tirib, takoy vitlar bilan o'tirib, bemalol barda, takoy toza havoda mazza qilib, og'aynilar bilan, oila davrasida kechasi o'tirsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Ushbu otel o'zini narxiga arziydimi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar.
Mana meni omadim keldi, menga zo'r xona tushgan. Xona emas bu. Ko'ringlar o'zinglar. Mana kirishimiz bilan bu yoqda общий sanuzel. Endi buni ko'rsatishimiz shart emas menimcha. Mana bu yoqda bitta xona ketyapti. Bu meni xonam, shu xonani tanladim. Shu yerda yotaman. Mana katta bitta xona. Stuli bor. Mana bu yerda garderobi bor. Bu yoqda sanuzeli bor. Sanuzeli mana bitta ko'rishinglar mumkin. Mana garderobni, dazmollari, xalat, hamma narsasi bor. Endi qaranglar. Bu bo'ldi emas-da bu. Mana hozirlarga eng zo'r shaxsini ko'rsataman. Mana. Bu yoqda eng zo'r shaxsi, mana bu yoqda kuxnya, oshxona, bu yoqda yana bitta sanuzel, tualet, vanna. Mana bu yoqda yana bitta xona. Nimaga men bularni tanlamadim? Chunki bu ancha kichkinaroq, ani ko'rgan xonanglardan. Lekin bu yoqda balkon bor. Hozir yana bitta zo'r balkonimiz bor, uni ko'rsatamiz mana. Mana bu yoqda zal, o'tirish uchun bemalol televizor ko'rib o'tirsa bo'ladi. Undan oldin yana bitta xona bor, uni ham ko'rsataman. Mana bu yoqda yana bitta xona. Shikarniy vid bilan bu yoqda. Hozirlarga eng zo'r joyini tezroq ko'rsatdik, qorong'i bo'lib qolmasdan. Mana eng zo'ri shu yerda. Mana zakatni ko'rishinglar mumkin. Bu palmada joylashgan. Hamma narsa, spa, hammasi bor. Завтракlar включен. Семейный qolsanglar bo'ladi. Shunda получается 3 ta spalni 2 kishilikdan imamda yana bitta odamga joy bor. 6-7 kishiga joy bor-da, $600. $100 ham emas. Palmada joylashgan. Hamma narsasi включен, mana yeb ichishinglar. Men o'ylayman, stoyt. Endi men bu yoqda bitta o'zim qo'yaman, shuning uchun menga sal не stoyt. No, baribir думаю, kuxnyalari bilan bu целый apartament. Kстати, kvadraturasi 125 kvadratniy metr ekan. Tasavvur qilsanglar, 125. Pятизвездочный otelli, bu restorani. Kirovishda mana bunaqa o'ynaydigan narsalar turibdi. Mana men o'zimga oldim idish. Har xil ovqatlar bor, ko'rib turganinglardek, вообще ko'p vыборli, shirinliklar ham, nonlar ham necha xili, где-то 5-6 xili bor. Hozir endi sekin narsalarni to'ldirib olib, zavtrak qilib, keyin basseynga chiqaman. Ko'rib turganinglardek 20 xildan oshiq ovqatlar va salatlar bor. Men nima tanlashni bilmasdan o'zimga kerakli ovqatlarni olib, nonushta qilishga o'tirdim. Mana aytganimdek, zavtrakdan keyin basseynga chiqdim. Basseyn ishoninglar juda katta. Dubayda ko'p pятизвездочный otellarda qolganman, lekin bunaqa katta basseyn ko'rmadim hali mana. Ko'ringlar o'zinglar qanaqa katta ulanib ketganda, mana bu basseyn dal shu pastga qarab ketgan. Uni pastida yana jetski basseyn bor. Keyin uni pastida уже otelli plyaj. Mana men yotadigan joylar polniy sochuvlar bilan hammasi bular tekin. Mana shu go'stlar uchun, mehmonlar uchun. Suv shunaqa iliq, mazza. Mana boya narigi chetdan oluvdik. Ko'rasizlar basseyn qanaqa kattaligini. Boya plyaj haqida gapirdim-ku. Plyaj mana bu yoqda. Mana. Bu yog'i polniy plyaj. Shuncha joy, yotadigan joylar qo'yishgan. Mana territoriyani ограничить qilib qo'yishgan. Undan u yog'iga suzib o'tish mumkin emas. Atak mana plyajı ham o'zida, basseyni ham o'zida, otelga gap bo'lishi mumkin emas. Uni koridorlari ham qanaqadir akkuratniy, bogatый. Mana bu yerda bemalol charchasanglar, ozgina o'tirsanglar bo'ladi. Mana живой ekan mana. Tak. Bu yoqda ham mana xonalar ketgan.
Mana bu yoqda lift. Endi shu narsaga ahamiyat beringlar. Mana kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi-qaysisida 7 ta lift ko'rgansizlar. Bitta joyda 7 ta lift. Mana 3 ta bu yoqda, 3 ta orqada, bitta oldida mana bu yoqda. Tasavvur qilasizlarmi? 7 ta lift. Mana bitta luboyni chaqirsanglar, luboyni hammasi chaqiriladi-da. Hammasi chaqiriladi. Keyin bu yoqda даже ko'rsatiladi. Mana masalan, sizlarga mana ko'rsataman. Mana svet yondi, ko'rdinglarmi? Ahamiyat bergan bo'lsangiz. Mana значит, mashq qilyapti bizga tezroq deyapti-da. Shu ochiladi. Keyin shu liftda biz tushamiz. Mana. Ko'rasizlar? Liftni ahamiyat bergan bo'lsanglar, rosa katta 22 etajga mana biz lobbiga tushamiz hozir. Liftdan ham qanaqadir приятный hid kelyapti. Qimmat atir hidi kelyapti. Hozir mana lift ochilsa, ko'rasizlar. Mana sezdinglarmi? Har bitta etajni interyeri har xil. Mana buni tomini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda bitta klub bor mana. Imperial klubda. Bu yoqda endi ichida ovqat, yeb-ichish, hamma narsasi bor. Buni Michelin yulduzi bor. Bu yoqga ham hali kirib ko'ramiz. Hozir biz sizlarga akvariumni ko'rsatamiz. Dubai Mall'dagi kattalikda chiroyli akvarium bor. Absolutno tekin shu посетительlar, mehmonlar uchun. Bu fontanga ahamiyat bergan bo'lsanglar, buni ovozi shunaqa eshitilib turibdi. Ham bilmadim, qanaqadirchi ощущение anaqa beryapti. Dengiz yonida turgandek. Hozir bitta challenge qilamiz. Donojiki o'ynaymiz. Yutqizgan odam 10 ta fontan turibdi-yu. Aka qochib turing. Qoching aka. Mana bu fontanni suvni ichish kerak bo'ladi. Nima deysizlar? Zik. İçine. Bir şey diye sormaz tu. Yani şu an bir soru. Tashqari chiqishni. Yo podcast. Podcast bilan tashqariga. Hozir shomimiz ichorog'ing toza. Nasim aka toza. Nasim aka mana challenge bajardilar. Gap yo'q. 2008-yilda o'z faoliyatini boshlagan Atlantis Palm mehmonxonasi sun'iy orolda joylashgan. O'zida 1500 ta xona va penthouselar mavjud. Xo'sh, ko'rayotgan skulpturalar bu Dala Chixuli ekan. Bu skulpturaning uzunligi 10 metr ekan. Qolaversa 3000 ta mayda qo'ldan yasalgan shisha detaldan yasalgan ekan. Gap yo'q-a? Nima bo'lisizda bu qancha vaqt olgan buni yasashga? O'zini basseyn zonasi ham bor. 50 ga 25 metr. Bu oddiy parkovka emas. Bu valet parking bizani otelimizani valet parkingi. Valet parking nima degani? Bu premium mashinalarni yig'iladigan parkovkasi. Oddiy parkovka ham bor, bu oddiy mashina uchun. Bu yerda Lamborghini tortib Rolls-Royce'gacha, qaranglar, o'zingizlar ham Rolls-Royce'larning limitirovaniylargacha shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda McLarenlar bor, mana Uruslar bor, Porsche'lar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Вообще chiroyli. Bandaqa Audi'ga nima deysizlar? Audi'ga. Men Audi'ni yoshligini faqatman to'g'risi. Lekin qaranglar, men bu hali oxir emas. Bu hali oxir emas. Bu joyi продолжение aniqdi.
$1000 evaziga sizga nafaqat yotishga xona, sizga dunyodagi eng katta akvaparklardan biri Atlantis The Palmni o'zini shaxsiy akvaparkiga tekinga chipta ham berishadi. Men obetimni yeb bo'ldim, yuvinib chiqqunimgacha olib ketishadi deb o'ylasam, olib ketishmabdi, ammo ahamiyat bermayman mana bu narsaga. Mana qaranglar. 1, 2, 3. Ko'rdinglarmi? Bu nima degani bilasizlarmi? Bu bilmayman, hozir ko'ramiz. Mana yashil yondi. Bu degani hozir kelib room service xonani yig'ib ketadi. Shu narsalarni teleskasi bilan birga olib chiqib ketadi. Kutamiz qani? Kelishsinchi, men ungacha xonani sizlarga obzor qilib turaman. Ketdi. Proslar bizga nimalar qo'yib qo'yishganini, yong'oq, mana bunaqa kinderlar xohlaganini yesak bo'ladi, bemalol. Mana supu, undan ham zo'ri mana Pechizyozdishni otellarda mashinasi qizuv bo'ladi har doim. Ko'rasizlar. Biz endi ichmasak ham просто sizlarga ko'rsatib o'tamiz, sizlarga ham tavsiya qilmaymiz ichishni. Mana shunaqa narsalar ham qo'yib qo'yishibdi, Red Bull. Biz endi mana shu sok-poklarni ichamiz. Pepsi'lar bor ekan, keyin mana bunaqalar bor ekan. Bular endi qolaveradi. Shampanskilar ham bor ekan, ko'rasizlarmi? Mayot bor ekan. Xullas, shunaqa gaplar. Hozir endi sizlarga vannani ko'rsataman. Vanna bilan dush вообще необычный. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerga suv to'ldirib, maza qilib yotsanglar bo'ladi. Mana bunaqa men o'zim ham hozir yuvinib chiqib kiyib oldim mana. Atlantisda o'zini xavatlari bor ekan. Mana ochiladi aytgancha. Boya videoda ham ko'rsatdik mana. Ochib ko'rsatib beraman. Bu yerda Nasim aka maza qilib uxlayaptilar. Mana. Yo'qi. Hozir. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu yerda mana buni qaranglar. Kosmetichkalar anaqalar qo'yib tashlashgan, ammo shotka, pasta bilan bu yerda ham narsalar turibdi mana. Undan tashqari mana hamma narsaga отдельный sochuvlar, qo'l sochig'i, yuz sochig'i hammasi bor. Mana bular ham premium klassdagi sovunlar, losyonlar, hamma narsa bor. Bu yerda tualet, bu yerda dush. Mana dushni ham ko'rsataman. Xullas, shunaqa gaplar, ancha katta boshqa otellarnikiga qaraganda. Bu bizani kiraverish, bu videoga olayotgan shoh. Mana bu yerda hamma kerakli narsalar bor. Safe bulilar uchun, dazmol qilganligisi, hamma narsalar bor. Tak, endi asosiy xonamizga o'tamiz. Tak, mana bu bizani xonamiz, mana Nasim akaning joylari. Bu meni joyim. Va qo'shimcha bitta joy qo'shib berishdi, shohli joyi. Bu yerda biz o'tiradigan, darslik qilsa bo'ladi, qanaqa dars. Bu yerda bemalol ishlarni qilsa bo'ladigan stol. Bu yerda mana dizaynni ko'rib turibsizlar, juda chiroyli, boshqacha qilib qilingan, bogati hamma narsasi. Keyin sizlarga ko'rsatadigan bo'lsak, yana bitta eng qiziq joyi shu yerda. Mana balkon, shikarniy vid. Bassenga, plyajga, o'zini частный plyajı bor, o'zini basseni, вообще katta basseni. Mana bu yerdan nomerlarga obzorni ko'rishingiz mumkin. Biza o'sha знаменитый Palmadagi Atlantis The Palm degan mehmonxonadamiz. Bu 5 yulduzli mehmonxona. Kuniga bu yerda hozirgi sezondagi narxi $1000. Tasavvur qilsanglar $1000. Xonasi bitta mana shunday xona 3 kishiga bir kunga $1000. Bu bizani eng qimmat otelimiz. Ko'rdinglar videoni boshida $10 dan boshlab mana $1000 gacha chiqdik. Nima deb o'ylaysizlar? $1000 ga bu xona yaxshiroqmi yoki bundan oldingi ko'rdi har bittamizga bittadan xona bor edi yoki u yaxshiroqmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu otel nimaga $1000 ligini keyinchalik yana ko'rsanglar bo'ladi. Bizda hali yana obzorimiz bor bu otel haqida. Bu otelning ichida shu basseni, plyajı, hamma narsasi qo'shilgan. Undan tashqari akvaparki bor. U ham shu narxi ichida. Yana bitta narsa sizlarga ko'rsataman. Mana. Bunaqa sumkalar ham qo'yib qo'yishgan. Plyajga bemalol ishlatsa bo'ladi. Ichiga narsalarni solasizlar. Bu shunaqa materialdan hamma narsalarni solib bunga bemalol plyajdan chiqsanglar bo'ladi. Har bitta narsani detalni qilishgan. Даже mana hamdiki bunaqa bloknot narsalar yozib qo'yishgan. Bemalol bunaqa yozsanglar bo'ladi masalan.
Ana. YouTuberlar. Biz bularga yozib qoldirib ketdik. Balki podpiska tashlab qo'yishar bizga. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kommentariyada yozib keting, qaysi otel o'zini narxiga arziydi. Keyingi videoda ko'rishguncha like va kommentariy yozish esdan chiqmasin.